Jannatdagi ilk birinchi kun, jannatning birinchi kuni deb nomlaylik. Al-lahazatul ula fil jannah. Jannatdagi ilk lahzalar qanday bo'ladi? Bir faraz qilib ko'raylik. Alloh taolo fazl qildi, hammamiz jannatga kirdik. Hammamizni gunohlarimiz yuvildi, nomai a'molimiz o'ng qo'limizdan berildi. Sirot ko'prigidan yashin tezligida o'tdik. Mayli emaklab bo'lsa ham o'tdik. Alloh fazli bilan va jannatlarga kirdik. Jannatga ilk kirgan vaqtimiz qanday bo'lar ekan? Bir faraz qiling. Juda ajoyib bo'ladi. Hayratlanarli bo'ladi. Nima uchun? Narol anhara wal qusura was thimara wal khiyam wal zahaba wal lu'lu'a wal harir. Chunki jannat ahliga berilgan qasrlarni ko'rib hayron bo'lasiz. Daryolar ustida mevalar pishib turibdi, daraxtlar tagidan daryolar qanaqa bo'ladi? Chuqur daryo bo'lmaydi. Jannatda xavf bo'lmaydi. Mana bu soylarni ko'rgansizlar. Soylar yuqa bo'lib oqadi. Bir qarich, ikki qarich chuqurlikda. Xavfi yo'q, ammo chiroyli suv bor. Ustida mevalar pishib turadi. Jannat anhorlar deganda shuni tushunamiz. Daryo deganda chuqur daryoni cho'kib ketish xavfi bor. Daryoni tushunmaymiz, chunki jannatda xavf bo'lmaydi, birodarlar. Mevalar, xaymalar oltindan bo'lgan, lu'lu'dan bo'lgan, duru gavharlardan bo'lgan, harir, ipak to'shaklar, ipak kiyimlar ko'rib hamma hayratlanib qoladi. Hatto bu dunyoda sizdan oldinroq o'lib ketgan yaqinlaringiz, ota-onalarimizni ko'ramiz. Farzandi ertaroq vafot qilganlar farzandini ko'radi. Do'stlar vafot qilganlar, bizlar mana shu pandemiyada vafot qilgan do'stlarimizni oradan qancha yildan keyin o'tib ko'ramiz. Jannatga kirsak yuribdi ular ham. Ota-onamiz yuribdi, ammo ota-onamiz yosh. Otamiz ham onamiz yosh bo'lib turibdi. Hamma ajoyib xursand bir holda. Keksalar yosh bo'lgan, bemorlar shifo topgan holda, g'amginlar baxtlik holda. Kampirlar yosh qizaloq, gurkullagan qizaloq, shayxlar esa yigit, 33 yoshda erkaklar, 18 yoshda ayollar eng kuchga to'lgan davrlarda jannatda yurishibdi. Biz shunda yana ham hayratlanamiz, payg'ambarlarni ko'ramiz. Qarasak, payg'ambarlar yurishibdi. Sahobalar atroflarida ummatning ulamolarini ko'ramiz. Shu din uchun jiddu jahd qilgan mujohid ulamolarni, shahidlarni, Ramazon Butiyni ko'ramiz. Ramazon Butiy keksa holda emas, 33 yoshda boshlarida shu mashhur sallalari holda ko'ramiz. Muhammad Ali as-Sobuniy munavvar holda, yosh holatda turibdilar, ko'ramiz. Farishtalarni ko'ramiz, ey birodarlar, ko'zimiz bilan. Ana shu ko'zlarimiz bilan farishtalarni ko'ramiz. Shunda bizga aytadilarki, mana Abu Bakr kelyaptilar deydi. Oppoq nur taralib Abu Bakr kelyaptilar. Bu kishi Umar deydilar. Mana bu daraxtning soyasida o'tirgan Xolid ibn Valid deyshadi. Shunda bir go'zal, shirin ovozni eshitamiz. Allohning nabiysi Davudning ovozi deyshadi, alayhissalom. Bu go'zal ovozga yana bir boshqa ajoyib ovoz ergashadi. Hazrati Bilal deydilar. Bilolning ovozi kelyapti. Bilol azon aytayapti. Bilol jannatda Allohu akbar, Allohu akbar deb azon aytayotgan bo'ladi. So'ngra tezda Rasulimiz, Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni ko'ramiz. U zotning nurlarida hech kimda yo'q. U zotning go'zal chehralaridek chehra boshqa hech kimda yo'q. Ana shu zotni shundoq yonginamizda, qarshimizda ko'rib turamiz, birodarlar. So'ngra ashabi Uhdudni ko'ramiz. Tiriklayin, haligi olovli xandaqqa tashlangan ashabi Uhdud hammalari harir ipak kiyimlarda nuroniy bo'lib, munavvar bo'lib turibdilar. Kaf ahlini ko'ramiz. Haligi qitmir degan itlari, bu it ko'rinishda emas. Qitmirligini bilamiz, ammo ajoyib bir jannat jonivori holda yuribdi. Kema egalari ashabu safina, Fir'avnning iymon keltirgan ayollari Osiyo onamizni ko'ramiz. Va haligi ashabi qaryoning iymon keltirgan ahlini ko'ramiz, qishloq ahli. Zulqarnaynning qo'llarini o'pamiz, Iskandar Zulqarnaynning qo'llarini o'pamiz. Shu mahal bizga Abu Hurayra radhiyallohu anhu hadis rivoyat qilib boshlaydilar.
tarjimoni Qur'on tafsirlarining otasi Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma tafsir aytib boshlaydilar. Abdulloh ibn Mas'ud bizga Qur'on tilovatlarini qilib boshlaydilar. Ana shunda ey birodarlar, bu ko'zlarimiz bilan Badr ru'yatulloh, Allohning muborak jamolini ko'ramiz. Baynana va baynahu laysa hijab. Biz va Allohning oramizda hech qanday hijob parda bo'lmaydi. Ochiq ko'zlarimiz bilan ko'ramiz. Bu dunyoda ko'rishga tog'lari ham toqat yetmagan u zotning muborak jamoliga hammamiz mahliyo bo'lib qolamiz. Ana shunda endi butun dard va alamlar tugagan bo'ladi. Avvalgi lahza, avvalgi kecha, avvalgi sabah jannat tongi otgan bo'ladi. Butun qiyinchiliklar, mashaqqatlar, jangu jadallar, kasalliklar, xavf va xatarlar, munofiqlarning bosh og'riqlari, johillarning ko'ngil yurak siqishlari, janglar, zolimlarning zulmi, hey bu yahudiylarning hiylasi, munofiqlarning dushmanchiligi hammasi bitgan bo'ladi. Na vabo bo'ladi u yerda, na dardu illat bo'ladi, na oziq-ovqatning mushkulasi, na tirikchilikning g'ami bo'ladi, na urushqoq xotin bor u yerda, na fe'li og'ir erkak bor, na qaysar qo'shni bor u yerda. Hammasi go'zallik. Alloh subhanahu va taoloning jamoliga boqqandan keyin boshqa jannatning hamma ne'matlari orqada qolib qoladi. Alloh taoloning jamoliga mahliyo bo'lib qolamiz. Shunda Alloh taolo deydiki: "Qad raditu alaykum fala askhatu alaykum abada." Men sizlardan roziman. Endi hech qachon sizlardan norozi bo'lmayman deydi. Va hammamiz ey birodarlar, Allohning jamoliga mahliyo bo'lib qotgancha qolamiz. Ana shu yerdan u yog'iga bizda ma'lumot yo'q. U yog'ini Alloh biladi. Innal jannata tastahiqqu fi'lan. Albatta jannat fe'limizga yarasha bo'ladi birodarlar. Fe'limizga yarasha bo'ladi. Fallohumma inna nas'alukal janna. Allohdan jannatni so'raymiz. La yanamu talibuha va la yanamu haribuha. Jannatni talab qiluvchi odam uxlamaydi. Jannatni talab qiluvchi odam uxlamaydi. La yanamu talibuha. Qochuvchi odam, do'zaxdan qochuvchi odam uxlamaydi. Uxlamaydidan murod g'aflatda bo'lmaydi odamlar. Alloh taoloning roziligini namoz, niyozimiz bilan, roza, zakot, hajjimiz bilan ololmaymiz. Bular zimmamizdagi farz amallar. Alloh taoloning roziligini, Allohning xalqini rozi qilishni olamiz birodarlar. Alloh taolo o'zining rizosini xalqiga ichiga sochib qo'ydi. Xalqqa xizmat qiling. Qo'lingizdan kelgancha yordam qiling. Hech ham ig'vo qilmang, g'iybat qilmang, bo'xton qilmang, fitnaga qo'shilmang, qoching fitnadan. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. La ilaha illalloh, la ilaha illalloh.